Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi krasavitsamiz. Bu kishi 42 yoshdalar. Bugun ro'parosa 15 kun oldin bularda Buxorodagi klinikamizda jamoamiz bilan birgalikda to'liq yoshartiruvchi, yuzdagi yoshartiruvchi kompleks smas plazmoplastika amaliyotini o'tkazib berganmiz. 11 oy oldin, qariyb 1 yil oldin demak boshqa jarrohlar tomonidan yuzda yoshartiruvchi amaliyot o'tkazilgan, afsuski kutilgan natija chiqmagan va yuzdagi juda ko'plab muammolar qolganligi sababli albatta ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana shu muammolarga bu kishi murojaat qilib kelganlarida ushbu oldingi amaliyotdan qolgan barcha muammo kamchiliklarni hammasini to'liq bartaraf etib bugun mana shunday bu kishini tabiiy o'zlarini chiroyini qaytib tiklab berdik. Mana o'zlaringiz kuzatishingiz mumkin va natijaga albatta baho berishingiz mumkin. 1 yil oldin qanaqa bo'lgan va bu natijalar orqali qanaqa bu kishi stresslarga tushgan, chet davlatlarga borib buni reabilitatsiyasi bilan qancha shug'ullangan, qancha vaqt o'tgan va nihoyat mana bu kishi kutgan, bu kishi xohlagan natijani bugun mana shu O'zbekistonimizda, qolaversa Buxoro viloyatidagi mana shu klinikamizda bu kishiga 100% amalga oshirib berdik. Amrul aka, sizga katta rahmat. Men o'zi bilardim, bundan oldin ham meni ko'zlarim blefaroplastikasini qilgansiz. 1 yil oldin men davolliman. Faqat bilmayman qanaqa qilib adashib boshqa joyga borib qoldim. Men pushaymonman. Yana sizga sizni topib qidirib topdim. Prosta telefonlarim almashgani uchun sizni kontaktlaringizni yo'qotib qo'ygandim. Juda ko'p azob yedim. Operatsiyam yomon chiqib, yuzlarim paralej bo'lib qolib, Turkiyada 6 oy lecheniya qildim. Men bu operatsiyani, qayta operatsiya bo'lishimni почти 6-7 oy kutdim. Turkiyadan yozishib turdim, rasmlarimni ko'rsatdim. Intizorlik bilan kutdim. Men shunaqa effektni kutdim, lekin men kutgan effektdan ham zo'r bo'ldi. Hozir kundan kun o'zim oynaga ko'rib, o'zim yaxshi ko'rib ketaman. Rahmat, boringizga shukr. Buxoroga shunaqa o'zimizni vrachlarimiz borlariga shukr. Ushbu patsientkamizni mana 6 oy davomida shaxsan biz onlayn bu kishi Turkiyada reabilitatsiyada bo'lgan, chunki yuz nervlarida parezlar kuzatilgan. Umuman operatsiyadan keyingi turli xildagi chandiqli asoratlar bo'lgan. Mana shu chandiqli asoratlarni to'liq bartaraf qilish va uni reabilitatsiyasi, ya'ni ushbu ikkinchi marotaba ushbu amaliyotga tayyorlashga bizda 6 oy vaqt talab etdi. Shu vaqtni ham mobaynida to'liq bularni operatsiyaga tayyorlab, keyin bu yana bir narsani alohida aytmoqchiman. Har qanday operatsiyadan oldin puxta va aniq tayyorgarlik albatta operatsiyaning natijasini juda ham so'zsiz chiroyli qilib chiqaradi va bu natijadagi biz 100% erishdik deb men o'ylayman. Albatta buni natijasini mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Biz xursandmiz bunday patsientlarimizni mana shunday xursand bo'lib o'zini hayotga o'rnini munosib topib ketishiga bizni ozgina yordamimiz tegsa, biz bundan baxtiyormiz.